Bugun Doktor Altay brendini produktlari, qo'limda bor bo'lgan produktlarni sizlarga obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Birinchi boshlaydiganimiz bu 147 krem. 147 kremimiz, qizlar. Bu quruq yuzlarga tushadigan, baryer tiklaydigan, yuzni namlantirib beradigan, bundan tashqari yuzdagi toshmalar, xiralashishlarni ham yo'qotib bera oladigan krem. Judayam zo'r ishlaydi. Bu 147 imенно quruq yuz uchun zo'r tushadi. Kombi, yog'li, normal bunaqa yuzlarga o'sha mashhur 345 345 krem tushadi. Bu kremni tarkibida keramidlar, pantenol, niacinamid, centella, gialuronka, xullas sostavi judayam zo'r ishlangan. Judayam yaxshi krem, yuzinglarni namlantirib, baryer tiklab, yuzni yaltiratib, yuzinglardagi toshmalar, xiralashishlarni yo'qotib beradi. Lekin esingizda bo'lsin, judayam ugri vijillab toshib ketgan yuzga ta'sir qilmaydi. Endi chiqayotgan, bir ikkita chiqayotgan yoki yuzda dog'i borlar, porasi bor, xiralashgan, yuzi ta'sirchanlarga tushadi. Vij ugrilari ko'p bo'lib ketgan yuzlarga 50 ga 50 da. Xuddi shuni kremli mista. Bu katta grammligi, kichkina grammligi ham bo'ladi. Bu kattasi. Bu xuddi mana nima vazifa bajarsa, bu ham xuddi shu vazifa bajaradi. Bu lekin yuzinglarni makiyaj ustidan ham, tagidan ham shuni chaqatib sepib yuraverasizlar. Bu yoningizda olib yurishga, makiyaj ustidan ham sepib olishga ancha-muncha qulay narsa. Keyin buni ishlatishdan oldin ko'pchilik xato qiladi, chaqatib yuboringlar, yaxshilab chaqatinglar. Chunki hammasi tegi cho'kib qolgan bo'ladi-da. O'shaning uchun chaqatib yuboringlar. Как toner o'rnida ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Rosa yaxshi mist mana shu ham. Keyin yuzinglarni yaltiratib ham qo'yadi mana shu mist. 345 yangi chiqqan seriumi ham bugun qo'limizga keldi, qizlar. Buni tarkibida gialuronka, centella, hop, niacinamid ham ko'rgandim. Keramid, 5 xil pedrinli ham, qizlar, pedrini ham bor. Niacinamid ko'rdim buni tarkibida, qizlar. Niacinamidda mana niacinamid ham bor. Xullas, kremi nima vazifa bajarsa, 345 xuddi kremi nima vazifa bajarsa, serum ham xuddi shu vazifa bajaradi. Pantenol, keramid, xullas hamma yuziga kerakli bo'lgan. Unaqa qizlar, yuzingizda ta'sirchan, lekin toshmalari bor bo'lsa yoki normal mana shunaqa bo'lsa 345 mana shu liniyasi sizlarga zo'r tushadi. Va jiley mista. Yuzinglar suvsizlangan bo'lsa, yuzinglar namsiz, xiralashgan, jumayib tirishib ketadi-ku, o'shanaqa yuzlarga imенно 345 imенно mana shu Doktor Altayni Aqua liniyasi zo'r tushadi. Prям dahshat tushadi. Bu jileyli mista. Bundoq quyganingizda jiley o'zi sepilganingizda mist bo'lib sepiladi. Makiyaj ustidan tagidan bemalol sepasizlar. Rosa zo'r mist, yuzinglarni namlantirib, yaltirab, как yuzinglarga suv beradi. Xuddi o'shani kremi, xuddi shu mista kremi. Bu kremi ham tarkibida shunaqa aqua bor, gialuronka bor, centella ekstrakt ham bor. Yuzingizda ta'sirchan bo'lsa ham bu liniya sizlarga tushib beradi. Xullas, suvsizlangan, qurishib, tirishib ketadiganligi bu juda ham yaxshi ishlab beradigan krem. Xuddi shuni seriumi ham bor, qizlar. Bu sivritkasi как dip serium, ya'ni bunday ushlaganingizda hozir men sizlarga operakini ko'rsatgan edim-ku. O'tmini. Bu ham dip serium, aquali, mana shunaqa suyu bo'ladi. Dip serium, mana shunaqa aquali seriumlar o'zi bitta oper bilan mashinada adashmasam faqat mana shu ikkilovida ko'rganman, boshqa joyda ko'rmaganman. Xullas, bu ham xuddi shunaqa. Tarkibida suv ekstrakt aqua bor, yuzi xiralashgan, qurib ketgan, yuzingizga yaltirab tarim bo'lib turishini xohlaganlar uchun mana shu aqua liniyasi zo'r tushadi. Lekin yuzingizda muammo bo'lmasligi kerak, qizlar, chunki bu muammoni yechib beradi. 345 muammoni masalan dog'li bo'lsa yo'qotib bera oladi deyapman-ku. Aquasi lekin prям namlantirishga qaratilgan. Xo'p, va men yaxshi ko'radigan sivritkasi, men nimaga yaxshi ko'raman? Chunki men niacinamid yaxshi ko'raman. Hozir ko'rsataman, qizlar. Bu 15% niacinamid. Mendagi niacinamidlarni eng kuchli deyman, o'rtanchasi, chunki mendagi niacinamid 16% niacinamid ham bor menda, qizlar. Bu 15% niacinamid yuzdagi poralar, dog'lar, xiralashishlar hammasiga zo'r ishlab beradi. Imенно poralarga, katta poralarga ham zo'r tushadi. Faqat bitta narsa, qizlar, yuzingizga quritishi mumkin. O'shaning uchun quritishi mumkin bo'lganligi uchun bitta iltimos, yuzingizga namlantiruvchi kremi bilan birga olinglar. Yoki-da boshqa narsa qaranglar, chunki bu yog'li yuzga yaxshi tushadi. 15% niacinamid bo'lgani uchun, niacinamid foizi kuchli bo'lganligi uchun yuzinglarni ozgina quritishi mumkin. Keyin 15%, 10% o'zi umuman niacinamid ishlatganda, mana shunaqa kuchli narsalar ishlatganda SPF esdan chiqishi kerak emas.
va menga yoqadigan Pedirenli kremi. Bu Pedirenli kremini tarkibida Pederen, pantenol, centella bor. Yuzingiz ta'sirchan, burnim bundoq atrofi bundoq cheti qurib, qizarib qoladi o'shanaqaligi, sho'ralab qoladigan yuzga, ajin tushib ketayotgan yuzga, qarib o'tgan yuzga juda ham zo'r. Chunki Pederen yuzinglarni yoshartirishga zo'r ishlaydi. Namlantirib beradi va tinchlantirib beradi. Chunki pantenol va centellasi bor. Bemalol baryer tiklash uchun ham olsanglar bo'ladi. Va doktor Altayani Bubble penkasi ko'piyli bo'ladi. Siqib chiqarganingizda qo'lga ko'piy bo'lib chiqadi. Yuzinglarni zo'r tozalaydi, quritmaydi. Hozir men buni sizlarga tarkibi haqida ozgina ma'lumot beraman. Quritmaydi. Eng muhimi, glavnisi shu qizlar. Xo'p, bu penkaga keladigan bo'lsak, bu Bubble penka bu penka tarkibi o'sha bubbledan qilingan qizlar. Tushganida bunaqa oq bo'lib, ko'piy bo'lib tushadi. Tayyor ko'piy. Shu ko'piyini yuzingizga ishqalaysizlar. Hozir men sizlarga tarkibi haqida ozgina ma'lumot bermoqchi edim. Mana. Xo'p, lekin faqat penkalarni bitta iltimos qilsangiz faqat kechqurun ishlatinglar, chunki ertalab maslahat bermayman. Vot, tarkibi har xil o'simliklarning ekstraktidan qilingan ekan va tarkibida o'sha quritmaslik uchun o'sha quritmaydigan ingrediyentlardan qilingan ekan qizlar. Aqbasi bor ekan. O'shaning uchun ham quritib bermaydi. Aminoksidlari bor ekan buni ham. Xuddi Madinin penkamizga o'xshab aminoksidlari bor ekan. O'shaning uchun ham quritmaydi qizlar. Chunki u penka ham quritmaydi. Xullas, penkadan keyin yuzinglar qurishib qoladigan bo'lsa, sizlarga bu penka tushadi. Narxi ham budjetli chiqadi boshqa penkalarga qaraganda. Va bu yerda men yaxshi ko'radigan balimlari. Bu balimlar qizlarjonlar ikki xil bo'ladi, ko'k va yashili. Yashili muammoli yuzlarga ko'proq tushib beradi. Tak hamma yuzga ishlatsanglar bo'ladi. Qurug'i bo'lsa, quruqmish. Ko'ki bo'lsa quruq yuzlarga yaxshi tushadi. Yashili muammoli yuzga bu nima qo'yadi? Bu makiyaj yechib beradi qizlar. Makiyaj ideal yechadi. Bundoq buraganinglarda mana bunaqa joyida mana shunaqa mana bunaqa yog'li krem chiqib keladi. Yuzga ishqalaganinglarda yog' bo'lib ketadi. Endi qaranglar. Imini yashili ham qizlar ta'sirchan yuzga zo'r tushib beradi. Men sizlarga buni aytsam, mana centella, camellia ekstraktlari bor. Tarkibi ancha-muncha yaxshi qizlar. Shuning uchun ta'sirchan yuzlarga ham bemalol tushib beradi. Yuzga bundoq ishqalaganinglarda yuzida erib ketadi va yana bitta narsa xos esimga chiqdi. Doktor Altayani hamma produkti vegan sostav. Vegan, ya'ni hayvonlarda anaqa qilinmagan, hayvonot ishbilog'i qo'shilmagan, aralashtirilmagan. Yana bitta, bu aynan burun uchun qora tochkalarni yo'qotib beradi, ya'ni yog' ipchilarni yo'qotib beradigan как tozalovchi narsa. Biz buni burun maskasi deymiz o'zimizda tilda. Endi mana shunaqa mana bunaqa narsasi chiqadi. Burunga surasizlarda, mana bu lattasiga mana bu suvni surib turib, mana o'ziga ham yozib qo'ygan ekan mana. Mana shunaqa tonerini, mana bunaqa suvli narsasini mana bunaqa maskasiga o'zi ichidan chiqadi, surib turib, burunga qo'yib turib, ozgina 15-20 minutdan keyin olib tashlaysizlar. Olib tashlaysizlarda bu poralaringlarni bundoq ochib bergani hisobiga, keyin bundan tozalasangiz chiqazib beradi. Zo'r, keyin polni yuzinglarni yuvib tashlaysizlar. Mana o'ziga ham aytib qo'ygan. Ana hozir yopib porani siqsanglar yuzda dog' qolib ketadi. Keyin u chiqmaydi ham, yana og'riydi ham-ku. Bu tayyor qora tochkani tozalash uchun chiqazib berilgan mana shunaqa maska. Xo'p, keyingisi baryer tiklovchi loyli maskasi. Bundan narinchimizda ko'p qizlar hozir ortib qo'ygan betga qo'yganmiz. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Buni alohida obzor YouTube'imizda bor, ko'rgan bo'lsanglar, bu premium gullarning ekstraktidan qilingan maska. Buni idishi bo'ladi, o'zini maska anaqa shotkasi bo'ladi surish uchun. O'shani olib yuzingizga surasizlar, yuzda turadi. Baryer tiklash uchun, yuzni yaltiratib tiniq qilib qo'yish uchun zo'r narsa qizlar. Prям zo'r, poralarga ham yaxshi ishlab beradi. Yana doktor Altayani bizda ikki xil SPF bor. Bularni ham bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. SPFlar qatorida turadi bular. Ta'sirchan, juda ham qizaruvchan yuzlarga yashili zo'r tushadi. Quruq yoki normal kombi yuzlarga ham mana bu tushadi. Agar yuzingizda ta'sirchan yoki quruq yog'li bo'lsa ham tushadi qizlar. Quruq yog'li ta'sirchan bo'lsa ham bemalol tushadi. Mana bu yashilni olsanglar bo'ladi, tinchlantirib beradi, qizartirib olmaydi yuzinglarni. Xullas, hammasi narxida bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakaz berish uchun opisiyaga nomer qoldiramiz. Telegramdan yozib zakaz qilaverasizlar.